Shunchalik to'q ham kamtar insonlarni uchirtimiz. Biz ulardan bir tal olmamizni qizg'anganimizda, ular bizga o'zining olmaliq bag'da cho'ng bo'lganligini demaydi. Qisqagina hayotimizda bir-birimizga ko'ngil izhor qilib turaylik. Ko'ngil izhor degan cho'qim mol dunyo bo'lishi shart emas. Masalan, kulimsirashning o'zimi ko'ngil izhori. Go'zal bir ig'iz so'zning o'zimi ko'ngil izhori. Go'zal tilak tilashmi ham ko'ngil izhori. Albatta, yaxshi ko'rgan odamiga yaqinlik naqshidan birini talab qilishning o'zimi ko'ngil izhori. Albatta, bugungi atoqli naqshimiz Abdulla Abdurahim ijrosidagi ko'ngil izhori nomli bu naqshini Urumchidagi do'stimiz Olimjon barliq yaqinlarga ko'ngil izhor qildi. Qanundaqda biz bu yaqinlik kuyga birlikda quloq solaylik. Kuz kelib uz yurt mana gül çiçek buldi xazan. Kuz kelib uz yurt mana gül çiçek buldi xazan. Hasreti gülning pıragı her ko'ngillarga ayon. Hasreti gülning pıragı her ko'ngillarga ayon. Son köngül kuşi Vecdin miskin köngülün Ketmi son köngül kuşi Aşığı bulsun bu yurtun Töttesil yazuk kuşi Aşığı bulsun bu yurtning töttesil yazuk kişi. Velikin illik bahar mı Seğinip keler haman Kadriga yetkin ko'ngilning arzini qilding bayon Kadriga yetkin ko'ngilning arzini qilding bayon Qadriga yetkin ko'ngilning arzini qilding bayon